oldinga intilmoq ko'p yaxshidir. Kelajakka qo'l bermoq ko'p foydalidir. Ammo shuni unutmangki, moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir. Jadidlar kurashining asl g'oyasi yagona zaminga ega Turkistonda ozod va farovon jamiyat qurish edi. Ol bayrog'ingni, qalbing uyg'onsin. Qullik, asorat barchasi yonsin. Qur yangi davlat, yovlar o'rtansin. O'sib Turkiston qaddin ko'tarsin. Jadidlar millatni, vatan saodati, uning baxti va ravnaqi uchun, millat taraqqiy topishi, yurt ozodligi uchun fidoilik ko'rsatishga da'vat etgan edilar. Bizlarni xonavayron qilgan tarbiyasizlik va jaholatdir. Faqirlik, darbadarlik, xorliklarning hammasi ilmsizlikning mevasidir. Millat taqdir va istiqbolini belgilovchi milliy kadrlarni yetishtirib, xalqimizni dunyo miqyosida fikrlay oladigan, chet ellar bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy munosabatlarda jahon andozalari darajasida ish yuritadigan millatga aylanishiga umid qildilar. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Jadidlar o'lkamizga ilk bosmaxonani olib keldilar. Birinchi yangi usuldagi maktabni ochdilar. Hatto qiz bolalar tahsil olishi uchun ham sharoit yaratdilar. Yangi maktab darsliklarini yozdilar va ularni nashr etdilar. Avropa xalqi osmonda uchar ekan, bizda soch va soqol nizolari. Avropaliklar dengiz ostida suzar ekan, bizda uzun va kalta kiyim mojarolari. Avropa shaharlari bugun elektr bilan yoritilur va isitilur ekan, bizning maktablarda tibbiyot va jo'grafiyani o'qitish-o'qitmaslik ixtiloflari. Jadidlar xalqni boshi berk ko'chadan olib chiqishning yagona to'g'ri yo'li nafaqat ma'rifatda, ta'limda, siyosatda, balki turkiy xalqlarning birligida deb bilganlar. Turma, yugur, tinma, tirish, bukilma, yuksal, hurkma, kirish, qo'rqma, yopish, charchama, qo'zg'al. Jadidlar yangi zamonni, ilm ma'rifat asosiga qurilgan ilg'or jamiyatni orzu qilgan millat oydinlari edilar. O'tgan asrda yashagan jadid bobolarimizning ibratli faoliyati, ilmiy ijodiy merosini chuqur o'rganish yuzasidan a'zo mamlakatlarda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu ishlarni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida joriy yilning dekabr oyida yurtimizda bo'lib o'tayotgan Jadidlar
milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusida xalqaro anjumanda vakillaringizni faol ishtirok etishga taklif etaman.